qalbni tozalash inson hayotida katta o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Mana shu tozalash ortida inson hayotida sakinat, rohat, farog'at yotadi. Mana shu qalbni tozalashlik to'g'risida gaplashamiz. Avvalambor qalb eshigini ochib ostonasidan o'tganimizda qalb chamanlarimiz orasida ajriq o'tlarni ko'ramiz. Bu ajriq o'tlar har xil yomonlik, illat, kerak emas bo'lgan, insonga zarar keltiradigan ajriq o'tlar bo'ladi. Bu deyarli hammamizda uchraydi. Mana shu ajriq, qaysidir ajriq hasad illatini orqasidan kelib chiqqan bo'lishi ham mumkin. Deylik, bir insonga hasad qilganmiz hayotimiz davomida, o'sha ajriq uni bosgan. Hasad qilishimiz orqasida qalbimizdan uni bosgan. O'sha insonga nisbatan endi hasad ildizini yo'q qilishlik uchun yaxshi gumonda bo'lamiz. Allohdan yaxshi duolar qilib so'raymiz. Allohim, shu insonni barakasini ber. Allohim, shu insonni bilmay hasad qilgan ekanman. Allohim, shu inson yanada yaxshi inson bo'lsin, yanada omadli bo'lsin, barakalar yog'ilsin, ishlarini yanada rivojini ber deb duo qilamiz va doim u insonga nisbatan yaxshi gumonda bo'lamiz. Ana endi o'sha qalbimizdagi ajriq, hasadga tegishli ajriqlarni yulib tashqariga uloqtirgan bo'lamiz. O'rnida Alloh taoloning o'zi zilol yomg'irlarni yog'dirib, gulchamanlarni o'stiradi. Shu holatda qalbimizdagi bir chekkadan hamma illatlarni sug'urib tashlashlikni boshlaymiz. Hasadga tegishli illat mana shunaqa davolanadi, mana shunaqa qalbdan uloqtirilib, o'rniga gulchamanlar beziladi. Xudo xolasa hamma illatlarni chiqazib, qalbimizni gulchamanlar bilan bezaymiz.